Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuki Ali Komissari Volker Turk 5 dekabr günü Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnamasi ma'qullanganligining 75 yilligi munosabati bilan nutq e'lon qilgan. Lekin uning so'zi ijtimoiy taratqularda tanqidga uchirgan. Ijtimoiy taratqulardagi inkaslarda uning irqiy qirg'inchilikni tilga olganda mujmal bo'lmasligi, uning konkret bo'lishi, konkret yuz berayotgan irqiy qirg'inchiliklarni tilga ilishdan o'zini qochirmasligi talab qilingan. O so'zida navbatda davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, Falastinda bo'layotgan qirg'inchilikni tilga olmagan. Volker Turk o'tgan yil 11-oyda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Huquq Oliy Komissarlik vazifasiga o'ltirgandan beri bir qancha qitim yumshoq talaffuzda Şinjanning kişilik huquq vaziyatini tilga olgan bo'lsa-mu, ammo u Uyg'ur tashkilotlari va kişilik huquq organlari tarafidan Uyg'ur masalasida dodil bo'lmaslik bilan ayblanib kelingan edi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistonga Xitoy oqqullarini jalb qilib, Sharqi Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida sayohat rayonlarini ko'plab qurmoqda va Xitoylarni Sharqi Turkistonga yerlashtirishga, sayohat qilishga chaqiriq qilgan tashviqotlarni ko'paytib kelmoqda. Tangirtog' to'rining xabar qilishicha, umumiy uzunligi taxminan 276 kilometr keladigan Sharqi Turkistondagi taklimakonni besib o'tadigan 4-nomerlik tosh yo'l Tumshuq-Konyo tosh yo'lida qatnash boshlangan. Xabarda oshkorlanishicha, Tumshuq-Konyo tosh yo'li Sharqi Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish qurilish maydoni 3-diviziyasining Tumshuq shahri bilan 14-diviziyaning Konyo shahrini tutashtiradigan Sharqi Turkistonning janubidagi Bo'zyer o'zlashtirish rayonidagi G'olliniya tosh yo'li ekan. Italiya 6 dekabr Xitoyga rasmiy uqtirib, Italiyaning Xitoy yo'lga qo'ygan bir balvoq bir yo'l tashabbusidan chekinishni qaror qilganligini bildirgan. Reuters agentligining Italiya hukumati ichidagi manbalardan so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Italiya hukumati bu qaror sababli Beijingning Italiyadan iqtisodiy o'ch ilish ehtimolligini o'ylashib baqqan. Italiya 2019-yili Amerikaning cheklashiga quloq solmay, Xitoy boshlagan atalmish bir yo'l bir balvoq turiga qatnashganligini e'lon qilgan birdan-bir g'arb davlati bo'lib qolgan edi. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni o'tgan yili vazifaga o'ltirgandan keyin Xitoy hukumati raisi Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan turdan chekinishni xohlaydiganligini aytgan edi va bir balvoq bir yo'l turining Italiyaga ko'rinarli foyda olib kelmaydiganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Xitoy xalqaro jamiyatda xalqning diniy e'tiqod erkinligiga kafolatlik qilganligini kuchab tashviqot qilayotgan bir paytda Xitoy siyosiy maslahatchilar kengashi Beijing shaharlik komiteti Beijingda dinni xitoylashtirish siyosatiga aloqador maxsus yig'in va surat ko'rgazmasi o'tkazgan. Xitoy xabarlari to'g'rining xabar qilishicha, Xitoy xalq siyosiy maslahatchilar kengashi Beijing shaharlik komiteti 4 dekabr Beijingda atalmish dinni xitoylashtirish masalasidagi Beijing hikoyasi binokorlik san'ati suhbat yig'ini va rasm ko'rgazmasi o'tkazgan. Ko'rgazmada Budda dini, Daojao dini, Islom dini, Katolik dini va Xristian dinidan iborat 5 cho'ng dinning imoratlarining 300 parchadan ortiq tanlangan surati ko'rgazma qatnashtirilgan. Yevropa İttifaqı Xitoy boshliqlar yig'ini 7 dekabr Beijingda o'tkazilgan bo'lib, Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Yevropa İttifaqı kengashining raisi Charles Michel va Yevropa komitetining raisi von der Leyen bilan ko'rishgan. Xi Jinping 4 yildan keyin tunji qitim 100 turani o'tkazilgan Xitoy Yevropa İttifaqı boshliqlar yig'inida Yevropa İttifaqı rahbarlariga Xitoy bilan Yevropaning o'xshamagan siyosiy tuzilmalari sababidan bir-birini raqib deb qaramasligi yoki to'qinishib qolmasligi kerakligini bildirgan. Yevropalik bir amaldor hafta beshida Bruselda muxbirlarga boshliqlar yig'inida tilga og'udek hech qanday natija yo'qligini va birlashma bayonot e'lon qilmaydiganligini aytgan edi. Bir necha yildan buyon Sharqi Turkistondagi urug' tuqqanlarining izdirikini qilib yurgan 5 qozoq namoyishchi Almatodagi Xitoy konsulxonasiga yaqinlashmoqchi bo'lganda Qozog'iston soqchilari tarafidan to'sib qo'yilgan. Erkin Yevropa radiosining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, 4 dekabr ayoldan tashkil topgan 5 qozoq namoyishchi Sharq Turkistondagi jazo lageriga qamalgan
urug' tuqqanlarning qo'yib berilishini talab qilib, Almatodagi Xitoy konsulxonasi oldida noroziligini bildirmoqchi bo'lgan. Ammo Qozog'iston soqchilari tomonidan to'sib qo'yilgan.